Faoliyatimizni 2019-yili boshladik. 2019-yili bu korobka ishlab chiqarish sohasini yo'lga qo'ydik. Bizning proyektimiz bo'yicha bu korobka ishlab chiqarish sohasini 2020-yili оборудованияларni olib kelib o'rnatdik. Bu yerda hozirgi kunda оборудованиямыз 15-20 tonna qog'oz mahsulotini qayta ishlab, korobka ishlab chiqarib berish quvvatiga ega. Biz ish boshlaganimizda 4-5 nafar ishchi bilan ish boshladik. Hozirgi kunda xodimlarimiz 50-60 tadan oshadi. Bizni o'tgan yilgi oborotimiz 20 milliard so'mdan yuqori bo'ldi. Bu yilga bizni planlarimiz 50 milliarddan yuqori qilishga o'z maqsadimizni qo'ygan. Bu ishni boshlaganimizda biz kutmagandik bunaqangi biz uchun ajratib beriladigan imkoniyatlar bo'lishini. 5-6 yil ichida tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar yaratib berildi. Prezidentimiz tomonidan bu yaratib berilgan imkoniyatlar biz uchun qaratilgan tashabbuslar hammasi bizga katta imkoniyatlar ochib berdi.